Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, oliy ta'lim vazirligi bog'lanib eshitdimi? Xo'p, 1195 dan savolimga javob bera olmadim va ular sizlarga bog'lanishimni xabar qilishgandi, opa. Qisqasi, savolim hozir davlat universiteti yoki umumiy xususiy universitetda 1 yo 2 kursda o'qiydiganlar bor, talabalar, studentlar deylik. Ular yana bir marta 11 yillik bazani bitirib turib abituriyentlar topshiradigan har yilgi, demak BBA tomonidan tashkillanadigan imtihonda topshirish imkoniyatiga ega. Shunaqami? Shunday. Iyul, avgust oylarida bo'ladigan imtihonlarda. Xo'p, endi kirdi ham deylik. Misol uchun 1-kurs yoki 2-kurs talabasi O'zbekiston davlat jahon tillarida o'qiyapti. U yana bir sohasi, masalan, tatuga topshirmoqchi. Endi u yakka ham kirdi, tatuga ham kirdi. O'shanday holatda meni hozir bir ikkita rasmiylardan eshitishim bo'yicha bittada ikkita universitetda o'qish mumkin emas degan narsa gapirilyapti-da. Keyin asos qilib bera olmayapti, sababini qilib bera olmayapti. O'sha narsani aniq qilib menga javob bera olasizmi, nima uchun unaqa ekanligini? Va bu to'g'rimi o'zi umuman? Javob bera olaman. Xo'p, eshitaman. Ikkita ta'lim muassasasi ham sizdan 11-sinfda bitirgan hujjatni asl nusxasini talab qiladi. Shu hujjatni bermasangiz, sizga talaba buyrug'i chiqara olmaydi. Sizda u nusxa bor yo'g'i bir dona, uni nusxasini ko'paytirish imkoniyati yo'q. Asl nusxadan boshqasi qabul qilinmaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, har bir fuqaro talaba sifatida faqat bitta ta'lim muassasasidan ro'yxatdan o'tish huquqiga ega. Ya'ni siz Jahon tillari universitetida talaba bo'lib turgan vaqtingizni bir vaqtning o'zida axborot texnologiyalar universitetida ham yana qaytadan ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Ha, demak, agar Uchinchi sabab. Bugungi kunda sirtqi ta'lim shakli butunlay tugatilgan. Siz ikkita ta'lim muassasasida bir vaqtning o'zida yo kunduzgi yo kechki yo masofaviy ta'lim o'qish imkoniyati yo'q. O'sha narsani men o'ylanib turdim. Bittasi kunduzgi, bittasi kechki bo'lsa, sirtqi olib tashlagan bilan kechki bor-ku, shunday holatda bo'lsa bo'lmaydimi degan narsa. Lekin mana bu hujjatni nusxalab bo'lmaydi degan narsangiz, lekin fikr qilmabman bu bo'yicha, ochig'i. Demak, bu qonun qachon chiqqan? Qaysi biri? Mana shu aynan bitta vaqtda o'zida ikkita oliy ta'lim muassasasida o'qib bo'lmaydi Bu degan. haqda hech qanday qonun yo'q. O'qishi mumkin degan qonun ham yo'q. Ha, avvaldan demak bo'lmagan. Bo'lmagan. Shuning uchun sizga bunga aniq javobni 1195 bermagan bo'lishi mumkin. Agar sizdan ta'lim muassasasi asl hujjat so'ralmay, nodavlatlarda mumkin edi bu. Masalan, nodavlat ta'lim muassasasi sizdan asl hujjatni qabul qilmasdan ham talaba qilib qabul qilish imkoniyati oldin bor edi. Lekin hozir ular ham bitta tizimga biriktirilganligi uchun bitta talaba xoh nodavlat bo'lsin, xoh davlat bo'lsin, ro'yxatdan o'ta olmaydi. Ha, demak, raqamlashtirishga o'tilgan. Tushundim. Demak, ular avval qabul qilgan holatda kirgan talabalar endi u bitirguncha o'qiveradi, to'g'rimi? Agar unda ham o'sha sirtqi ta'limda bo'lgan bo'lsa mumkin-da. Ha, sirtqi ta'limda bo'lsa. Tushunarli. Demak, borib turib imtihon topshiraveradi-yu, kirganidan foyda yo'q. Ha, foyda yo'q baribir. Yo'q. Foyda yo'q emas. Kimdir misol uchun 4 yil umrini boshqa o'zi qiziqmagan sohada o'qib, keyin yana ikkinchi mutaxassislik o'qigandan ko'ra, bittasida tanlov qabul qilib, ikkinchisini tanlab o'tib ketish imkoniyati bor. Tushundim. O'qish tashlaydida shunda nargini, to'g'rimi? Shunda o'z ixtiyoriga ko'ra talabalar safidan chetlatishni so'raydi. Ta'lim muassasasi talabalar safidan chetlatib hujjatlarni yig'ma jildini qo'liga topshiradi. O'sha hujjat bilan ikkinchi topshirgan ta'lim muassasasida talaba bo'lib o'qiveradi. Bunga hech qanday to'siq yo'q, hech qanday. Aha. Lekin bugungi kunda bir vaqtning o'zida imkoniyat yo'q. Aha, tushunarli. Endi hozir umuman olib tashlalingan. Demak, bu narsa bo'yicha to'liq ma'lumot oldim. Qarang, hurmatli fuqaro, bu narsa asli o'zi bo'lmagan hech qayerda. Olib tashlangan deyapsiz-ku siz. U olib tashlanmagan, chunki o'zi qo'yilmagan edi bu narsa hech qayerda. Yo'q, bir paytlar eshitgandim. Bitta, ikkita bir tanish bilishlardan. U vaqtda nodavlat ta'lim muassasalari elektron platformalarga kiritilmasdi. 2 yil oldingi davlat rahbarining qaroriga asosan nodavlat ta'lim muassasalari ham to'liq Schemes yoki o'sha LMS platformalariga biriktirilishi, kiritilmagan talaba hisoblanmasligi belgilangan. Aha.
Nazoratda demak hammasi. Albatta. Tushunarli. Xo'p.